Bizda yana bir hafta davomida shov-shuv bo'lgan, lekin juda ham ko'p joylarda unaqa ko'p yoritilmagan bir mavzu bor. Nima Bu mavzu? fermerlar masalasi, Xovosda fermerlarning yer joylarini tortib olinish masalasi. Ko'p murojaatlar kelganini eshitdik, lekin unaqa ko'p joyda yoritilmadi bu mavzu. Nimaga deb o'ylaysiz shu yoritilmaslik? Nima uchun yoritilmayapti? Balki senzura masalasi bordir. Kim misol uchun fermerlar bilan bog'liq bo'lgan, ularni yerlarini olib qo'yish bilan bog'liq bo'lgan masalalar yoritmadi, kim topshiriq beradi? O'sha topshiriq borligi uchun yoritilmayaptimi yoki bizni ommaviy axborot vositalarida ichki senzura borligi uchun yoritilmayaptimi? Nimada muammo deb o'ylaysiz? Men sizga savol beray. Balki ikkalasida ham bo'lishi mumkin. Ikkisi ham bo'lishi mumkin. Ikkisi ham bo'lishi mumkin. Ha. Ichki senzura ham kuchli, tashqi senzura ham bo'lishi mumkin. Shu masala haqida ham bugun ozroq to'xtalib o'tsak, shu masala haqida ham ozroq to'xtalib o'tsak, nega ulardan yerlar tortib olinyapti? Birinchisi aytadigan bo'lsam, o'sha asos hujjat menga juda ham qiziq. Fermerlarning og'zidan eshitganim aytaman. Qanaqadir yopiq qaror bor ekan. U yopiq qarorga asoslanilyapti. O'sha hokimlar yig'ilish o'tkazib, yeringni topshirasan degan yig'ilishlarda Andijondan tortib Sirdaryogacha o'sha yopiq qarorga asos keltirilyapti. Shu yeringni direksiyaga topshirasan, direksiya keyin shu xorijiy investorlarga lot qilib auksionga chiqaradi, auksion orqali sotiladi. Va bu yog'i mayli, lekin shu huquqiy hujjatni, shunga asos bo'layotgan huquqiy hujjatni men ko'rishni istagan bo'lardim. Bu qanaqa hujjatki, bizni konstitutsiyamizni, mulk huquqi konstitutsiya bilan kafolatlangan, yer to'g'risidagi qonunlarimizni, fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunlarimizni oyoq osti qilib tashlay oladi. Qaysi asoslarga ko'ra fermer xo'jaligini bugun chaqirib maydisga katta zalga 200-300 ta fermerni chaqirib turib, qo'lidan ariza olishga qaysi qonunlarimiz yo'l beradi? Bo'lsa ko'rsatish kerak-da shuni. Tushunyapsizmi? Sani qarzing bor ekan, sen kam hosil olibsan degan vajlar yetarli emas yerda olib qo'yish uchun. Chunki u fermer xo'jaliklari 25 yilgadir, 49 yilgadir shartnomasi bor qo'lida. U ko'rsatilayotgan vajlar yetarli emas. Shuning uchun men bu yerda bu masalada birinchi ko'rmoqchi bo'lgan narsam qaysi hujjatga asoslanilayotganligi. Mana sizlardan men so'rayman. Qishloq xo'jaligi vazirligiga so'rov jo'natinglar. Qaysi hujjat asosida u yerlarni fermer xo'jaliklarini o'z in'oni ixtiyoriga ko'ra topshirishga majbur qilishyapti? Asosi qani? Asosi. Ikkinchisi, bu masalaga fermerlarni himoya qilish kerak bo'lgan tashkilotlarni yana befarq bo'lib turgani meni juda qattiq ranjitadi. Fermer xo'jaliklarini ustidan non yeydigan bizda Respublika Fermerlar uyushmasi bor. Fermerlar jabrdiyda bo'lib turibdi bu yerda, ular jim yana. Mayli ommaviy axborot vositalari senzurasi bordir, jim turishiga. Nima sababdan fermerlar uyushmasi jim? O'shlarda a'zolik badali hisobidan tirikchilik qilishadi, mashina minishadi, komitetda o'tirishadi. Eng yomonini aytaymi? Eng yomoni ayrim hududlarda o'sha fermerlar uyushmasi xulosa yozib bergan, bularni yerni olib qo'yish mumkin deb. Va uchinchi meni xavotirga solayotgan narsa, O'zbekistonda qaysi sohada zaif va himoyasi yo'q qatlam bo'lsa, shularni bir azoblash, shularni huquqini buzish normaga aylanib qolyapti. Bularning orqasida himoyat yo'q ekan, bularni baribir nima qilsak shuni aytganimizni qildira olar ekanmiz deyishni bir chegarasi ham bor-da. Mayli bir bu haqda gapirish mumkin emasdi. Bu haqda e'tibor beryapsizmi? Gapirish mumkin emasligi uchun ham bechora fermerlar har xil ovozlarga chiqib, xorijiy ovozlarga chiqib shikoyat qilyapti. Shunaqa. Yomon tarafi ham bu, shu tarafi, tushunyapsizmi? Biz o'zimiz muammoni hal qilmayapmiz-da. Bu masala xorijiy ovozlarga chiqyapti. Eng qizig'i bu fermerlar bilan bog'liq birinchi ham, oxirgi ham vaziyat emas. Har yili mana kuz-qish boshlandi, hokimlarning qiladigan ishi yo'q. Boshlandimi? Shu fermerlarni qiyratish boshlanadi. Biror bir yilda hali men ko'rmadim-da, mana shu yilda fermerlarga tegishmadi, fermerlar bir yaxshi ishladi deb ko'rmadim hali. Endi masalani ana yakuniy pirovard qismiga o'tamiz. Xo'p, o'sha fermerlardan qonuniy, noqonuniy zug'um bilan yerni oldik deylik. Ularda kimlarga berishmoqchi? Xitoyliklarga adashmasam, to'g'rimi? Ha, shunday deyishmoqda. Endi men bilmayman endi. Aytilayotgan xabarlarda asosan shu da'vogarlar sifatida xitoyliklar ko'rsatilyapti. Qanday ko'rinishda? O'sha lotlarni shunday shakllantirishyaptiki, u lotlarni mahalliy investorlar ola olmaydigan qilib shakllantirishyapti. Katta lotlar shakllantirishyapti. 2000 gektar, 1000 gektarlik lotlar shakllantirishyapti. Tabiiyki unga biz mahalliy investorlar endi xohlaysizmi ishlab chiqarishga pulini tikib qo'ygan, ularning puli aylanma mablag'lari jarayonda raqobat qila olmaydi. Ya'ni lotlar shunday shakllantirilyaptiki, nimadan o'sha hokimlar kelishib qo'ygan investorlardan, xorijiy investorlardan boshqalar o'yinga da'vogarlik qila olmaydi. Lekin eng qizig'i o'sha investorlarga beriladigan imkoniyatlar agar fermerlarga berilsa, ular undan ham yaxshiroq rezultatga erishadi. Komil mana Namanganga tashrif paytida bir fermerimiz aytdi-ku davlat rahbariga. To'g'risini aytish kerak. 60 sentner olib bir prezidentga maqtanaman degan fikrim bor edi-da. Shunda endi nima desang,
o'zi boshqa fermerlar ham qattiq ishlar ekan, 65-70 qilganlar bo'lib qoldi. Endi 125 gektar yerda eng ilg'or texnologiyalar, tomchilatish usulida paxta ekilgan. Shu 125 gektar yerdan 1000 tonna paxta olish niyat bor, lekin kamalab ko'rsak, o'sha 80 sentrlarga borib qoladi. Sizga bir maqtanayin dedim, lekin qarasam atrofimdagi boshqa fermerlar ham 80 sentrdan ko'p paxta olibdi deb aytdi. Ya'ni Xitoy qilayotganini, amerikaliklar qilayotganini o'zbeklar ham qila oladi. Undan ham yaxshi qila oladi. Tasavvur qiling, o'sha xitoyliklarga berayotgan erkinlikni, o'sha amerikaliklarga berilayotgan erkinlikni o'zbek dehqoniga erkinlik bersangiz, ular nima natijalar ko'rsatadi? Imkoniyat emas, shunda ham erkinlik. Ha, erkinlik, mana aytibman, mana shu bizni hokimlarimiz joylarda o'zlariga juda bir yoqimtoy bo'lgan xitoyliklarga berayotgan munosabatini bizni fermerlarga ham qilsin. O'sha fermerlarda ham boshini bir silasin. Shunda ko'ramiz natijasini. O'zi unumdorlik kimda ekanligini, qaysi tarafda, tarozining pallasi qaysi tarafda ekanligini. Va yana aytib ketishim kerak, shu mana bu juda fuqarolik pozitsiyam qishloq xo'jaligi yerlarini ijaraga berish masalasida qanaqa huquq asosida berishdan qat'iy nazar, u da'vogarlarning 51% ulushi O'zbekiston rezidentlari bo'lishi kerak. Xitoylik bo'ladimi, amerikalik bo'ladimi, qayerdan bo'lishidan qat'iy nazar, Ispaniyadan bo'ladimi, investorlar o'zbek rezidentini hamkor sifatida ishlatish kerak. Ya'ni 51% o'zbek rezidentini nazoratda bo'lishi kerak o'sha huquqqa nisbatan. Bu meni juda bir o'zgarmas, qat'iy bir fuqarolik pozitsiyam meni. Va eng oxirgi bu masalada aytadigan gapim, bu ishlarning hammasini avval qonunchilikka o'zgartirish kiritib, keyin amalga oshirishimiz kerak. Qanaqadir yopiq qarorlar, qanaqadir zug'um, noqonuniy ishlarni oqlab beradigan protokollar bilan emas.